Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. 18 may gündən 19 may günügacha Xitoyning Xi'an shahrida chaqirilgan Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashishi g'arb matbuotlarining va kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Bu qatim uchrashda Xitoy davlat raisi Shi Jinping, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Türkmeniston prezidenti Sardar Berdimuhamedov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonov qatorliq 5 davlat rahbari bilan ko'rishgan va ko'rishish jarayonida Xitoy bilan bu 5 O'rta Osiyo jumhuriyatlari o'rtasida atalmış terrorizm qarshi turishni o'z ichiga olgan bir qator yangi kelishimlar imzolangan edi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasi orqali O'rta Osiyo davlatlarida iqtisodiy kengayishchilik qilayotganligi va ularga qarz to'zoqlar qurganligi xilidan beri diqqat qilinayotgan masalalarning biri edi. Sharq Turkistonda faqat Uyg'urlarla emas, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tojik qatorliq boshqa Turkiya xalqlarining keng ko'lamda tutqun qilinib, jazo lagerlariga qamalganligi va majburiy emgak silinayotganligi, ularning milliy alayliklarining yo'qotilishiga yuz tutayotganligi xalqaro jamoatchilik tomonidan e'tirof qilingan bir reallik. BDT kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan o'tgan yil 31 avgust kuni e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa Turkiya millatlarga qarta insoniyat qarshi jinoyat ishlash mumkinchiligining barliq ko'p taraflimlik dalil isbotlar orqali o'ttirib qo'yilgan. Uningdan boshqa yana Sharq Turkistonlik qozoq lager shoidlari Ömer Bekali, Sayragul Savutbay, Gulzira Avulqon, Yerbaqit Otarbay va O'zbek lager shoidi Qalbinur Sidiq qatorliqlarmi Uyg'ur sud kollegiyasida BDT yig'inlarida g'arb davlatlarining parlament va hukumatlarida va matbuotlarda ko'p qatimliq guvohlik berish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Tojik qatorliq Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini, shundaqli jazo lagerlarida yuz berayotgan dahshatli tragediyalarni fosh qilib kelgan bo'lsa-mu, afsuski O'rta Osiyo jumhuriyatlari hukumatlarining bu reallikni ko'rmasga silib sukut qilib turilishi, hatto BDT va boshqa xalqaroliq munbarlarda Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini oqlashga urinishi, Dunyo Uyg'ur Qurultayı qatorliq chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'ab kelgan nuqtalarning biri. Bo'libmi Xitoyning jazo lagerlaridan qutulib, ming bir jafolar bilan Qozog'istonga chiqib yerlashgan qozoq lager shoidlaridan Ömer Bekali, Sayragul Savutbay, Gulzira Avulqon, Yerbaqit Otarbay qatorliqlarning tashqi jihatda Xitoyning tahdidi, ishki jihat Qozog'iston hukumatining parokanchilik silish tufaylidan Qozog'istonda normal yashash imkonidan mahrum qilib, Qozog'istondan Amerika va Yevropa ellariga qochib kelib siyosiy panoh tilashga majbur qilishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellardagi Uyg'urlarning Qozog'iston hukumatiga bo'lgan qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashishi boshlanishidan bir kun burun, ya'ni 17 may kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Turkmeniston prezidenti Sardar Berdimuhamedov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonovlarga xitoban maxsus bayonot e'lon qilib, ularni bu qatim Shi Jinping bilan ko'rishganda Xitoy hokimiyatining Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Tojik va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini kun tartibga elib kelishini, O'rta Osiyo jumhuriyatlari hukumatlarining o'zlari imzo qo'ygan xalqaro ahdnomalarning ro'yiga amal qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlariga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun Xitoyga besim ishlatishga va Amerika boshchiligidagi g'arb demokratik ellarining bu vaqtda boshlagan xalqaro harakatiga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirgan edi. Qurultayning bayonotida O'rta Osiyo jumhuriyatlari hukumatlarining o'zlarining qo'shnisi Sharq Turkistondagi qon qayrindashtirib uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni bir chetga qayirib qo'yib, Xitoyning O'rta Osiyoga qaratgan kengaymichilik siyosatiga xizmat qilayotganligi va Xitoydan iqtisodiy jihatdan naf olishni oldin qo'rin qo'yib kelganligi qattiq tanqidlandi. Uyg'urlarning O'rta Osiyo davlatlari xalqlari bilan irq, din, madaniyat, tarix, urf-odat jihatlarda birdeklikka ega ekanligi eslatib o'tilgan bayonotda Xitoyning atalmış terrorizmga qarshi turish safsatisini ko'tarib chiqib, qonuniy shaklda ilib berilgan diniy va boshqa madaniy faoliyatlarni jinoyat qilib bekitganligi, natijada millionlagan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz va Tojiklarning jazo lagerlariga, turmalarga qamalganligi va ularning sistemalik qiynash va bosqinchilik uchrayotganligi, shundaqla majbur emgak silinayotganligi eslatib o'tildi. Dunyo Uyg'ur Qurultayıning bayonotida Qurultayning raisi Dolqin Isa apandimning O'rta Osiyo davlatlarining hukumatlari Xitoyning Uyg'ur va Turkiya xalqlariga qaratayotgan vahshiyliklarga sukut qildi va Xitoyning tahdidlariga bo'yin egdi, o'zlarining xalqaro majburiyatlarini ado qilmadi
irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Tojik qatorliq Turkiya xalqlarini qirg'inchilikdan qutqizib qilish uchun hech bir qadam bosmadi degan so'zlarga o'rin berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining yuqorqi bayonoti Erkin Osiyo radiosining Xitoycha anglitishida va boshqa g'arb matbuotlarida tafsiliy o'rin oldi. Rossiya hökuməti Ukrayna urushi bilan aldirash bo'layotganda Xitoyning o'z ta'sirini O'rta Osiyo rayonida texmi cho'nqur va keng ko'lamda kengaytmoqchi bo'lishi dunyo miqyosida zo'r diqqat qo'zg'adi. CNNning 18 maydagi xabarida aytilishicha, Xitoy hökuməti bu qitimqi yig'inni 2023-yildagi tunji asosli diplomatik faoliyat degan. Shuningdek, bu yig'inning O'rta Osiyo jumhuriyatlari uchun bir yangi namoyanda bo'lib qoldiganligini bildirgan. Bu qitimqi yig'inning 18 may kuni kechqurun chaqirilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy taraf o'zlarining O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan bir qator muhim kelishimlarga imzo qo'yganligini aytgan. Navbatda bularning Xitoyga kerakli bo'lgan energiya manbasi hamda O'rta Osiyo jumhuriyatlariga lozimlik bo'lgan Xitoy bozori ekanligi olg'a surilmoqda. Qozog'iston prezidenti To'qayev bu haqda so'z qilib, biz o'zaro munosabatni taxim qo'yiqlashtirishdek o'rtaq nishon uchun tirishmoqdamiz. Bu o'z navbatida rayonlik va xalqaro hamkorlikni, shuningdek xavfsizlikni kuchaytirishga foydali degan. Al Jazeera'ning bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, yig'inning tunji kunda ikki taraf o'rtasidagi savdo, iqtisodiy hamkorlik va xavfsizlik masalasi tafsiliy muzokara qilingan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bu to'g'risida muxbirlarga so'z qilib, Xitoy bilan bizning o'rtamizda siyosiy masalalarda hech qanday fikr ixtilofi ko'rilmadi. Hal bo'lmagan masalami qolmadi degan. Afsuski bu qatim quchurishda O'rta Osiyodagi 5 davlatning prezidentining hech birining Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini qilch tilga olmay, faqat Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirishni ta'kidlashi Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim boshchiligidagi hay'atning navbatda Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarining tezroq ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanish qadamini teziltish, hozirgacha ma'qullangan Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning to'liq ijro qilinishini qo'lga keltirish, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va chegara halqan bostirish siyosatlariga qarshi Amerika hukumatining jiddiy qonun tadbirlarini yo'lga qo'yishni qo'lga keltirish maqsadida Amerika Davlat Majlisida va Amerika Tashqi ishlar ministrligida boshlangan lobby faoliyatlari davom qilmoqda. 17 may kuni Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining raisi Nuriy Turkal va Ömer Qanat apandim boshchiligidagi hay'at ham Davlat Majlisida, ham Tashqi ishlar ministrligida bir qator muhim uchrashuvlarda bo'ldi. Ular Amerika Davlat Majlisining ba'zi a'zolari va Amerika Tashqi ishlar ministrligining munosabatli mas'ul xodimlari bilan ilib borgan suhbatlari jarayonida Uyg'ur xalqining Amerika Avom va Kengash palatasidan, shundaqla Amerika hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Ömer Qanat apandimning istansimizga bildirishicha, ularning yuqorqidagi uchrashlari buningdan keyinmi uzluksiz davom qiladi. Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi atalmış qayta tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarning taqalganligini, bu joylardagi atalmış kursantlarning jamiyatga qaytganligini jakarlagandan keyin Angliyadagi osmon xabarlari, ya'ni Sky News'ning muxbirlar guruhi Sharq Turkistonga ziyoratga borgan, hamda Xitoy hukumatining tashviqotlarining amaliyotdan ko'p yiroq ekanligini bayqagan. Ular 18 may kuni e'lon qilgan qisqa filmidan ma'lum bo'lishicha, ularning muxbirlar guruhi Qashqardagi ko'chalarda o'zlari anglab kelayotgan davlat terrorligining butun iznolarini, jumladan tekshirish punktlari, chorlab yurgan top-top soqchilarni hamma yerda ko'rgan. Ig'ir siyosiy kontrollikning ifodalari bu holatning yana qanchalik davom qilishiga javob berolmas holatda hamma yerda ko'zga chiliqqan. Shundaqla ayni vaqtda lager qilib ishlatilgan joylarni topgan hamda naq maydonni ziyorat qilgan. Muxbirlarning ko'rgani ayni vaqtdagi tikanlik sim to'siq bilan o'ralgan lager binolarining hozirmi shu qiyofatini o'zgartmagan holda tashlandiq qurilishga aylanib qolganligi. Yana ba'zilarining vaqtliq o'ltiroq uylarga yoki maktablarga o'zgartganligi ma'lum bo'lgan. Ammo lagerlarning taqalganligi haqidagi so'zlarga xili bo'lgan bo'lsa-mu, mushqildagi lagerlarga qamalgan qo'yib berilganligini hech kim ko'rmagan. Muxbirlar guruhi shahar sirtiga joylashgan lagerlarni topganda bu muassasalarning to'liq ishlash holatida ekanligini, shuningdek ularning allaqachon kengaytirilib taxmi zo'r ko'lamdagi turmaga aylanganligini bayqagan. Yana kelib ilgari yo'q bo'lgan kuzatish munaralari qo'shilgan. Kengaytirilgan turmalarning yanidagi lagerlarning kuzatish munaralari bo'lsa ilib etilgan. 2021-yili turli qiyinchiliklardan keyin chet elga chiqishga muvaffaq bo'la olgan hamda ashu lagerlarning birida yetib chiqqan bir sobiq mahbus ayol Nur taxallusida ziyoratni qabul qilgan. U muxbirga bu vaqtda so'z qilib, lagerga qamalganlar hozir turmalarda. Ularning ko'pinchisi ozodlikka chiqqani yo'q degan. Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti 17 may kuni maxsus guvohlik yig'ini chaqirib,
Amerika hozir iqtisodiy jihatdan duch kelayotgan iqtisodiy tahdid masalasini maxsus muhokama qildi. Yig'inda Xitoyning Amerika uchun mangulik tahdid ekanligi yana bir qatim muayyanlashtirildi. Amerika hukumatining sobiq savdo vakili Robert Lighthizer Xitoyning hozir iqtisodiy sohada paydo qilayotgan tahdidlarning yolg'iz Amerika hukumati uchun emas, balki yana Amerika xalqi uchunmi zo'r baloy ofatning bishorati bo'layotganligini ta'kidladi. U bu vaqt qilgan guvohlik so'zida hozir Amerika qila oladigan bir cho'ng ish bu tahdidni vaqtida cheklash hamda shu orqali Amerika tavasidagi ishlab chiqarish faoliyatlariga sharoit hozirlash deb ko'rsatdi. Avam palata a'zosi Rob Wittman buning hozir yillab o'ylashadigan masala emas, balki jiddiy turda bir necha oy ichida qaror olmasa bo'lmaydigan darajadagi masala bo'layotganligini ta'kidladi. Yig'inda guvohlik berguvchilar o'xshamagan sohadagi kishilar bo'lib, ular birdek Xitoyning hozir aqliminik o'g'irligi, iqtisodni vosita qilgan holda tabiiy boyliq, energiya va savdo faoliyati qatorliq turli sohalarga singib kirishi, shuningdek bu joylarda o'z ta'sirini kengaytirish orqali Xitoycha alaydilik ega diktator shaklini demokratiya va qonun orqali idora qilishning o'rniga dastishga urinish qatorliq masalalarni o'ttirib qo'ydi. Google shirkatining sobiq ijroiya amaldori Erik Schmidt bu vaqt obrazlik qilib, hozir Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobat bizning davrimizning qandoq bir davr bo'lganligini belgilaydi. Shuning bilan birga keyingi hayotimizning qandoq hayot bo'lganligini bekitadi. Shunga biz buningga tezdan tutish qilishimiz lozim. Men bu ilishda Amerika yengib chiqsa ekan degan umiddaman dedi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.